9'a mana shuni o'rganib olinglar. Videosini ham ko'rasizlar. Mana shunaqa savol kelsa, oldilaridan chiqsa bosib ishlashimiz kerak. Mana shu savollar oxirgi yillarda trendga aylandi. Yana tushadimi bilmayman. Rasmda ko'rsatilgan suv bilan to'ldirilgan sisterna o'ng tomonga 4 metr taqsim sekundga tezlanish bilan harakat qilmoqda. Sisterna tubida yotgan alyuminiy bo'lakchasining sisternaga nisbatan tezlanishi qanchaga teng deyapti. Xo'p, jism bu yerda mana sisterna tezlanish bilan harakat qilgandan keyin ichidagi suyuqlik nouniversal sanoq sistemasida bo'ladi. Ya'ni oddiygina avtobus tasavvur qiladigan bo'lsak, avtobus tezlanish bilan harakat qilsa, ichidagi odamlar qarama-qarshi tomonga harakat qiladi. Xuddi shunaqa bu yerda suyuqlikni mana tarafida, mana bu tarafi zichligi oshib ketib qoladi. Suyuqlik bunaqa harakat qilgandan keyin zichlik oshib ketib qoladi. Natijada Arximed kuchining yo'nalishida ham farq bo'ladi. Nouniversal sanoq sistemasida Arximed kuchining formulasi, vektor ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. G- A vektor, mana bu effektiv tezlanish vektori ham deyiladi. Mana bu minusning ma'nosi nima? Mana hozir A tezlanish bilan o'ng tarafga harakat qilyapti, J tezlanish J pastga bo'lyapti. J- A vektoriga qarama-qarshi yo'nalganligini bildiradi. J- A vektori bu tarafga yo'nalgan bo'lsa, Arximed kuchi bu tarafga yo'nalib qoladi. Nouniversal sanoq sistemasida Arximed kuchi demak yo'nalishi boshqa tarafga o'zgaradi. Universal sanoq sistemasida Arximed kuchi har doim yuqoriga yo'naladi. Demak, hozir nouniversal sanoq sistemasida Arximed kuchini yozdik, vektor ko'rinishi, demak, ifodasi, formulasi umumiy holda mana shu formuladan topiladi. Alfa bu yerda J bilan A ning orasida burchak. Demak, sisterna 4 tezlanish bilan harakat qilyapti. Ichidagi alyuminiy bo'lakchasining sisternaga nisbatan tezlanishi so'ralyapti. Alyuminiy zichligi jadvaldan topdik, 2700 ekan. Demak, hozir 90 gradus bo'lgani uchun J bilan A ning orasida burchak 90 gradusda 0 bo'lyapti. Mana ifoda qolib ketadi Arximed kuchining. Bundan biz buni bemalol mana ko'rinib turibdi. Ifoda mana Arximed kuchi bu tarafga yo'nalyapti. Ikkita tashkil etuvchiga ega Arximed kuchini gorizontal hamda vertikal. Ularning demak kvadratlar yig'indisiga teng deb yozib olsak bo'ladi. Buni ham. Bu yerdan gorizontal tashkil etuvchisi Arximed kuchining mana shunga teng bo'ladi. Vertikal tashkil etuvchisi bunga teng bo'ladi. O'zi Arximed kuchi har doim yuqoriga yo'nalganda o'zi vertikal tashkil etuvchisi bilan bir xil yo'nalgan bo'ladi. Mana bu formuladan topardik. Endi hozir gorizontali borligi uchun bu formuladan topiladi. Xo'sh, yaxshi. Endi bu nouniversal sanoq sistemasida bo'lganligi uchun jismga mavhum kuch bo'lgan inersiya kuchi ham ta'sir qiladi. Inersiya kuchi mana bu formuladan topiladi. U demak vektor ko'rinishi mana. Buni minusni ma'nosi demak tezlanish bilan inersiya kuchining yo'nalishi qarama-qarshiligini bildiradi. Umumiy holda mana bundan topiladi. Emmasi bu yerdan o'sha sisterna ichida joylashgan alyuminiy bo'lakchasi hisoblanadi. Xo'p, yaxshi. Universal sanoq sistemasida jismga bitta kuch ta'sir qiladi. Gorizontal x o'q yo'nalishida bitta Arximed kuchining gorizontal tashkil etuvchisi ta'sir qiladi. Nouniversal sanoq sistemasida esa jismga ikkita kuch ta'sir qiladi. Bu demak Arximed kuchini gorizontal tashkil etuvchisi hamda inersiya kuchi x o'qida, ya'ni gorizontal yo'nalishda ikkita kuch ta'sir qilyapti. Mana bundan bu natijaviy kuch har doim Newtonning ikkinchi qonuni bo'yicha massa ko'paytirilgan tezlanishga teng edi. Mana bundan biz m(a1) deb topamiz. Bu a1 ichida joylashgan o'sha ko'rsatilgan suv bilan to'lgan sisterna tubida yotgan alyuminiy bo'lakchasi, o'sha alyuminiy bo'lakchasining yerga nisbatan tezlanishi hisoblanadi. Chunki biz universal sanoq sistemasida ko'ryapmiz. Universal sanoq sistemasi bilasizlar tinch yoki tezlanishga ega bo'lmagan sanoq sistemasi hisoblanadi. Bu A1 mana shu bo'lakchaning yerga nisbatan tezlanishi hisoblanadi. Mana bundan chiqib keladigan F natijaviy shtrix esa uni MA2 ga tenglashtiramiz. Bu A2 ichida joylashgan bo'lakchaning sisternaga nisbatan tezlanishi hisoblanadi. Chunki bu hozir nouniversal sanoq sistemasi uchun Newtonning ikkinchi qonuni deb yozsak ham bo'ladi. Mana yozganmiz. Jismning yerga nisbatan tezlanishi, jismning sisternaga nisbatan tezlanishi deb yozganmiz. Bizdan hozir so'rayotgani A2 so'ralyapti. Chunki A2 ni topamiz. Endi mana bu A1 o'ng tarafga yo'nalgan bo'ladi, A2 endi orqa tarafga yo'naladi. Chunki inersiya tufayli orqaga ketadi jism.
Shu A2 ni topishimiz kerak. A2 ni yo'nalishini o'ng taraf, chap tarafga yo'naltirdik. O'sha tezlanish yo'nalishida kuchlarni proyeksiyalab, mana buni vektordan skalar ko'rinishga o'tkazamiz. M A2 demak chap tarafga yo'nalgan, mana x o'qi o'ng tarafga bunga qarama-qarshi bo'lgani uchun minus bo'lyapti. Inersiya kuchi aynan yo'nalishda shu bo'lyapti, u musbat bo'lyapti. Birinchi buni yozib oldim. M A ga teng, buni demak rho s A B ga teng bo'lyapti. Mana buni olib keldik. Bu yerdan demak mana hajm berilmagan bizga, masala shartida zichligi berilgan alyuminiyning. Alyuminiyni demak hajmini massa taqsim zichlik qilib olsak bo'ladi. O'rniga olib kelib qo'yamiz. Mana o'rniga olib kelib qo'ysak, massalar qisqartirib olsak bo'ladi hammasidan. Massalar qisqarib ketadi. Mana bu yerda massa qisqarib ketsa, bir taqsim rho alyuminiy bo'lib qoladi. Bu yerdan tezlanishni olib chiqib, ichini demak umumiy mahraj berib soddalashtirsak, mana bu ko'rinishga kelib qoladi. O'rniga qiymatlarni olib kelamiz. Suvni zichligini bilamiz, shuning uchun o'rniga mingda olib kelib qo'ydik. Alyuminiy zichligi hisoblasak taqriban 2,5 kelib chiqadi. Mana bundan qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, unda 1,5 chiqib keladi. 1,5 ga 2,5 qo'shsak necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Mana buni beradi. Yaxshi, shuni ham bilib olinglar. 10-si nima deyapti? Sig'imi 280 metr kub bo'lgan hovuzda 9 ta nasos o'rnatilgan. Bitta nasos 15 minutda 6 tonna suvni tortib chiqaradi. 9 ta nasos 1 soat davomida ishlaganda hovuzda qancha suv qoladi deyapti. Qoladigan suvning massasini so'rayapti tonnalarda. Demak, tonnada so'ragani uchun biz umuman mana shuncha suvning massasini aniqlab olishimiz kerak. O'zi biz bilamiz, 1 metr kub hajmga 1 tonna suv sig'adi yoki bo'lmasa 1 litr suvning massasi 1 kilogramm hisoblanadi. Biz mana buni metr kubdan litrga aylantiradigan bo'lsak, 280 3 litr bo'ladi yoki bo'lmasa massasi 280 3 kilogramm bo'ladi. Bu ko'rinib turibdi 280 tonna. Demak, mana shu 280 tonna hisoblanar ekan suvning massasi. Endi bizga aytgan 15 bitta nasos 15 minutda 6 tonna suvni demak tortib chiqaradi deyapti. 1 soatda o'shanda 24 ta suv 24 tonna suvni tortib chiqaradi. Endi 9 ta nasos 1 soat davomida qancha suvni chiqarishini topib olamiz. Keyin qolgan suvning massasini aniqlasak bo'ladi. 9 kara 24 qilib olamiz. 9 ta nasosniki 216 tonna suvni tortib chiqarar ekan 1 soat davomida. Xo'p, qolgan suvni so'rayapti. Qolgan suvning massasi 280 dan demak 216 ni aytib tashlasak 64 chiqib kelyapti. Xo'p, yaxshi, ajoyib bo'lyapti. 11-si chekki vaziyatdan tebranishni boshlagan mayatnikning tebranish amplitudasi 12 sm. Amplituda 12 sm. Mayatnik ilk 0,5 sekundda amplitudaning yarmini bosib o'tdi. Chekki vaziyatdan boshlayapti harakatini. 0,5 sekundda shu amplitudaning yarmini bosib o'tyapti. 0,5 sekund davomida. 12 ni yarmi 6 sm bo'lyapti. 6 sm masofani bosib o'tyapti. U keyingi 4,5 sekundda qancha masofa bosadi deyapti. Keyingi 4,5 sekundda umumiy bosib o'tgan yo'lini so'rayapti. Xo'p, chekki vaziyatdan bo'lganligi uchun siljish tenglamas mana bu ko'rinishda bo'ladi. Garmonic qonuniyatga bo'ysunadi. Chekki vaziyat desa kosinus, o'rtadan boshlanadigan bo'lsa sinus qonuniyati bo'ladi. Chekki vaziyat hamda o'rtadan bo'lsa boshlang'ich fazani 0 deb olaveramiz. O'rta yoki mana bulardan boshlansa boshlang'ich fazasi 0 dan farqli bo'ladi. Shuning uchun hozir chekki vaziyat degan uchun mana bu qonuniyatni yozdik. Mana bu siklik chastotani davr orqali ifodalab qo'ysam, demak tenglamani mana shu ko'rinishda yozsak ham bo'ladi. Xo'p, vaqt o'rniga 0,5 sekund qo'yaman. 0,5 sekunddan keyin u amplitudaning yarmini bosib o'tar ekan. Mana bu 6, mana bu yerda siljish hisoblanadi. Mana bu yerda olib ketmaylik. Har doim x mana muvozanat vaziyatda masofadan hisoblanadi. Misol uchun mana bu yerga 4 sm esa 8 da olishimiz kerak aslida mana siljishni o'rniga. Shuning uchun 6 ni qo'ydik, bu yerga 12. Vaqt o'rniga 0,5 dedik. 0,5 sekunddan keyingi demak siljish shu bo'lyapti. Davr topib olamiz bu yerdan. 6 ni 12 ga bo'lsak 1 taqsim 2 bo'lyapti. Bu yerda 2 lar qisqartirib yozsak kosinus pi taqsim davr 1 taqsim 2 ga teng bo'lyapti. Kosinus demak pi taqsim 3 60 gradusda aynan 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Shundan pi taqsim t-ni shunday qilib davr topib oladigan bo'lsak 3 sekund kelib chiqyapti. Davr 3 sekund ekan.
Buni umumiy bosib o'tish masofasidan topsak ham bo'ladi yoki shunchaki mana bu yerda hisoblasak ham bo'ladi. Birinchi biz mana bundan hisobladik, chunki bu yerda sal ikkilanish bo'ldi. Sababi biz mana bu tebranishlar sonini topsak, butun son chiqmay qoladi. Chunki mana bundan birinchi hisobladik. Demak, mana bu yerda 0.5 sekund harakat qilgan. Bu yoqda endi 4,5 sekund, jami 5 sekunddagi bosib o'tgan yo'lni topmoqchimiz. Davr 3 sekund bo'lganligi uchun dastlabki 3 sekundda mana 4 ta amplituda bosib o'tadi. Amplituda, bu yerda ham amplituda, yana amplituda, yana amplituda bo'ladi. Ya'ni 4 ta amplitudaga teng bo'lgan masofani bosib o'tadi. Shuning uchun 3 sekundda mana shu 4 × 12 sm masofani bosib o'tadi. Keyingi 1,5 sekundda endi yarimni bosib o'tadi umumiy masofaning. 1,5 sekund, demak davrda yarmi bo'lganligi uchun bir borib keladi 3 sekundda. Keyin 1,5 sekundda boradi bu yoqqa 24 sm masofa bosadi 12 dan. Keyin общий 5 sekund harakat qilyapti. 5 sekundda endi managa qaytishga to'g'ri keladi. Mana bu yerda o'sa boya 0.5 sekundda 6 sm masofa bosganini bilganimiz uchun yana 6 sm masofa bosadi. Mana shu 5 sekundda bosib o'tgan yo'li boshidagi yarim sekundni hisoblamagan, bizdan 4,5 sekunddan so'ragan, o'sha 6 sm olib tashlaymiz. Hisoblasak 70 ga chiqib kelyapti. Keyin o'zini formulasiga qo'ysak ham bo'ladi. Tebranishlar sonini 4 ta amplitudaga ko'paytiramiz. Chunki bir tebranganda 4 ta amplitudaga teng bo'lgan masofani bosib o'tyapti. Mana bu o'sha tebranish davrining ta'rifdagi formulasidan tebranishlar sonini, demak, vaqtni davrga bo'lib topsak bo'ladi. O'rniga qo'yib hisoblasak ham, demak, 72 sm chiqyapti. Demak, bu usul ham bo'lar ekan. Bunda ham, bunda ham. Xo'p, 12si oson savol. Massaning atom birligi qanchaga teng deyapti. Buni hamma abituriyent biladi. Bejavob bo'lar ekan. 13 ta nima degan? 13 qani? 1 mol kislorodning massasini aniqlang deyapti. Modda miqdori 1 mol bo'lgan kislorodning demak massasini aniqlashimiz kerak. Molyar massasi demak kislorod molekulyar holatda bo'lganligi uchun 32 gram taqsim mol bo'lyapti. Massasini aniqlaymiz. Molyar massasining ta'rifdagi formulasi 1 mol moddaning massasiga molyar massa deyiladi. Shu ta'rifdagi formulasini yozdik. Bu yerda massani topib olsak, modda miqdorini molyar massaga ko'paytiramiz. Gramlarda so'rayapti. Shuning uchun mana buni birligini o'zgartirmay, surishcha hisoblasak 32 gram chiqib kelyapti. Tushundik-a?